Xudo xolasa hammasi shunaqa aka. Hammasi shunaqa. Shunday. Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum, Yaxshimisiz? zo'rmisiz? Rahmat. Mana bugun do'stlar Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Yertepa mahallasiga kelganmiz, Otabek akamizni firmalariga do'stlar mana. Ko'rib turibsizlarmi kattaligini? Gap yo'q. Xudo xolasa hammasi shunaqa aka. Hammasi shunaqa. Shunday. Sog'lom, yeyishi, sog'lom, hammasi garantiya beramiz. Garantiyalari bilan. Garantiyalar bilan sog'lom hammasi. O'zimiz boqqanmiz, bizlarga olib sotarmiz, dehqon. Dehqonni o'zidan Xudo xolasa. Dehqon o'zidan 250 bosh boqirni qo'chqorimiz bor. 5 oydan beri boqyapmiz, shularni hammasini sotuvga. Hammasini sotib yuborasiz. Hammasini sotaveramiz. Mana do'stlar ko'rib tursa, necha kilo qiladi aka bular o'zi taxminan? Endi taxminan kelasi chiqib qoladi. 50 kilo qilib qoladi go'sht. 50 da atrofida boradi. Boradi. 50 da Bo'laslarini ko'ryapsizlarmi do'stlar? Buni balandligini. 50 kilolar qiladi taxminan deyaptilar aka.